Salom do'stlar, kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Bugun sizga tulki va quyon haqidagi sehrli ertakni o'qib beraman. Tayyor bo'ling, sarguzasht boshlanadi. Bir kun o'rmonning yorqin va tinch joyida quyon kichik yashil maydonda o'ynab yurar edi. U atrofga boqib, yangi sarguzashtni kutayotgandek edi. Daraxtlar baland, quyosh nurlari esa barglar orasidan jilvalar qilardi. Qushlar chiroyli kuylardi va mayda jonzotlar tinch hayot kechirardi. Shu payt tulki chiqib keladi. U tezkor va sarguzashtga to'la edi. Tulki salom beradi va dedi: "Salom quyon, bugun biz yangi sarguzashtga chiqamiz. Tayyor bo'ldingmi?" Quyon biroz qo'rqib, lekin hayajon bilan javob berdi: "Ha tulki, men tayyorman. Qayerga boramiz?" Tulki tabassum qilib dedi: "Sarguzashtni boshlash uchun shunchaki yur, qolganini men ko'rsataman." Ular birga o'rmon bo'ylab yurishdi. Har bir qadamda ular bir-biriga yordam berardi. Quyon ba'zan kichik to'siqlarga duch kelardi, lekin tulki uni qo'llab-quvvatlab birgalikda harakat qilishni o'rgatardi. Daraxtlar orasidan quyosh nurlari tushib, atrofni chiroyli ranglar bilan to'ldirardi. Qushlarning kuylashi esa ularning yuragiga tinchlik va quvonch olib kelardi. Bir payt quyon kichik vodiyga tushib qoldi va biroz qo'rqdi. Tulki esa tezda yordamga yetib keldi. U dedi: "Qo'rqma do'stim, men senga yordam beraman." Tulki quyonni muloyimlik bilan tortib chiqdi va ularni yana birga qo'shdi. Ularning sarguzashti davom etdi. Ular kichik ko'prikdan o'tdi, yaylovlarda yugurdi va bir-biriga yordam berib, do'stliklarini mustahkamlashdi. Har bir kichik voqea ularga yangi narsalarni o'rgatdi: sabr, mehr, yordam va birga bo'lishning qadrini. Do'stlar, bu ertakdan shuni o'rganamizki, do'stlik va yordam har doim g'alaba keltiradi. Bir-biringizga mehribon bo'ling, yordam bering va har doim birga bo'ling. Agar sizga ertak yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Mint Crash 2099 bilan sarguzashtlar hali davom etadi.